Insoniyat yaralibdiki, o'ziga to'g'ri yo'l izlaydi. Kimdir Rahmon yo'lidan yurib hidoyatga ergashgan bo'lsa, yana kimdir shayton yo'lidan yurib zalolatga yo'liqadi. Azaliy bu kurashda inson irodasi charxlanib, iymoni, vijdoni sinovdan o'tib kelgan. Islom dini insoniyatni ulug' maqsadlar, ezgu amallar sari chorlagan muqaddas yo'ldir. Ammo bugungi kunda uning yo'lini yovuz fatvolar bilan buzishga, chin insoniy hislatlarni tarbiyalash o'rniga jaholatga yuz burishga intilgan g'arazgo'y, gunohkor kimsalar uchrayotgani insoniyatni chuqur o'yga toldirmoqda. Birodar, kuchlikka qadar borayotgan ba'zi ayirmachi to'dalar, dinni niqob qilgan diniy ekstremistik tashkilotlar xunrezliklarga sababchi bo'layotganini ko'rib, ogoh bo'ling odamlar, ogoh bo'ling deb takror aytishga to'g'ri kelmoqda. Azaliy qadriyatlarini unutmagan, kelajakka ezgu niyatlar bilan intilayotgan vatandoshlarimiz jannatmakon yurtimiz ravnaqiga ravnaq qo'shib kelayotgan bir paytda vatani oldidagi muqaddas burchini bajarish o'rniga olisdagi saroblarga ko'z tikkan gumrohlar chiqayotgani kishini sergaklikka chorlaydi. Muqaddas dinimizni o'zining manfur maqsadlari yo'lida buzayotgan, qo'liga qurol olib begunoh insonlarni o'ldirayotgan g'alamislarni ko'rib, tavba deyish o'rniga jihod, hijrat degan soxta shiorlarga ergashayotgan g'ofil bandalar yurtimizda ham uchrab turganidan yoqa ushlaysan kishi. Axir islom dinida taqiqlangan odam o'ldirish, vataniga xiyonat qilish, ojizalarning nomusini bulg'ash va hatto go'daklarning qonini to'kish darajasigacha borgan manfur kimsalarni ko'rib, yanada nafrating oshadi. Ey inson, bu yo'lingdan qayt deb hayqirging keladi. Ammo ayrim g'ofil bandalar ana shunday adashganlarni to'g'ri yo'lga chorlash o'rniga havoyi da'vatlariga ko'r-ko'rona ergashayotganini ko'rib, ularni manqurtlar deb atashdan o'zga chora qolmaydi. Bugun olislardan internet tarmoqlari orqali o'g'rilarcha kirib yoshlarni yo'ldan urishga intilayotgan g'arazgo'ylar nog'orasiga o'ynashga nimalar sabab bo'lmoqda? Ogohlik davr talabi degan hikmatni ong go'shi o'riga sindirib olmagan Buxoriy yu Termiziylarning munosib avlodlari bo'lish o'rniga olisdagi olchoqlarga ergashayotgan chala mullalar yurtimizda ham uchrab turgani achchiq haqiqat. Ramazonov Farhod Pardayevich 1981-yil 9-martda Surxondaryo viloyati Boysun tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti o'rta, vaqtincha ishsiz, oilali 2 nafar farzandi bor. Muqaddam sudlanmagan. Boysun tumani Bibi Shirin mahallasida yashab kelgan. Farhod Ramazonov Boysun jome masjidida qorovul bo'lib ishlagan kezlarida odamlar bu dindor yigitni iymonli, mo'min, qobil, diyonatli inson sifatida bilardi. Afsuski, bu inson nojo'ya bosilgan bir qadami natijasida zalolat botqog'iga botishini kim ham o'ylabdi deysiz. Farhod Ramazonov o'z yurtida topayotgan halol rizqiga qanoat qilmay 2011-yilda Rossiya Federatsiyasiga ish izlab ketadi. O'sha yerda aynan uning iymoni qanchalar sust ekanligi oydinlashadi. Musofir yurtning masjidlaridan biriga qatnaydigan Farhod buzuq niyatli, dinni niqob qilgan g'alamislar tuzog'iga aylanadi. Ularning din yo'lidagi soxta jihod to'g'risidagi da'vatlariga ko'r-ko'rona ergashgan bu kimsa tafakkuri xiralashib so'qirga aylanadi. Jihod o'zi nima degani? Lug'atda jihod degani tirishishlik, harakat qilishlik, bor imkoniyatlarni sarflab bir maqsadga erishishlik degan ma'noni keltiradi. Shuni ta'kidlab aytib o'tishimiz kerakki, jihodning ma'nosining ichida urushish degan gap yo'q. O'ldirish degan gap yo'q. Demak, jihod aslida bu harakat qilishlik degani. Tirishqoqlik degani, serg'ayratlik degani. Bor imkoniyatni bir ish uchun sarflashlik degan ma'noni anglatsa, unda har bir insonni o'z sohasida jihod qilishi kerak deyishimiz mumkin. Masalan, talab ilm butun vujudini ilm hosil qilish uchun sarflasa, shu talab ilm mujtahid. Ya'ni shunda talab ilmlikka butun borlig'ini sarflayapti, jihod qilyapti, harakat qilyapti, intilyapti degan. Aytaylik, bog'bon.
o'zini yetishtirib turgan bog'idan yaxshi hosil olmoqlik uchun harakat qilsa, butun vujudini sarflab, o'shanga borlig'ini berib, yaxshi mehnat qiladigan bo'lsa, shu ham bog'dorchilikda jihod. Xalqimizda ko'zi so'qir emas, qalbi so'qir yomon degan hikmat bejiz aytilmagan. Iymoni mo'rt bu kimsaning qalbi ham so'qir ekani diniy ekstremistlarning tubanlikka chorlovchi yo'liga qadam bosganida bilinadi. U yaxshi nima-yu, yomon nima, iymon nima-yu, johillik nima ekanligini anglamay qoladi. Rossiyaga shu Saratov shahriga borgan paytim diniy ekstremistik oqimga adashib kirib qoldim. Saratov shahridagi Radishva ko'chasida masjid bor edi, shunga borib qatnashar edim juma namozida. Shu yerda bir Botir degan bola bilan tanishib qoldim. Keyin shu Botir degan bu bola o'zi oldin shu Qirg'izistonga o'qiganligini aytdi. Diniy ta'lim olgan ekanda, har qanday shu jihod to'g'risida, din to'g'risida bo'lgan hijrat to'g'risida bilan menga tushuntirdi. Agar bu yo'lda o'lsa shahid bo'ladi, jannati bo'ladi deb da'vat qilib nima qilar edi. Shu jihod to'g'risida, hijrat to'g'risida da'vat qilar edi. Men jihod qanaqa narsa desam, bu Alloh yo'liga jang qilish, kofirlarga qarshi jang qilish deb aytgan edi. Hijratchi desam, o'zi yashab turgan joydan boshqa musulmon jihod qiladigan kishilar oldiga hijrat qilish deb tushuntirgan edi. Shala mulla dinni buzar deyishadi. 4-5 oyatni bazo'r yod olgan, 5 vaqt namoz qoidalarini bilib bilmay o'qib yurgan masjid qorovuli hidoyatga yetaklovchi ilmlarni egallash o'rniga aldamchi va'z nasihatlarga ergashib, iymon yo'lidan adashib, o'zini din yo'lidagi kurashchi deb hisoblay boshlaydi. Fikr va xayoli jihod degan bema'ni urushlarga, qabohat yo'liga chorlab, yosh umrini xazon qildi. U o'zini din peshvolari deb bilgan soxta rahnamolari topshiriqlarini bajarishga ko'r-ko'rona jazm etgan shayton malayiga aylandi. Hijrat so'zi ham hozirgi kunda noto'g'ri tushuntirishlar tufayli go'yoki hijratni ham insonlar yomon ma'noda qabul qilib olishgan. Hijrat desa bir cho'chib tushadi. Hijrat desa darrov hamma ola ko'z bilan qaraydi, boshqacha nazar bilan qaraydi. Bu hijrat, chunki hijratni bura faqatgina salbiy ma'nolar tarqatayotgan, hijratni yomon so'zlar qatorida tarqatayotgan toifalarning ma'lumotlarini o'qishgan xolos. Boshqa narsani bilmaydi. Hijrat nima degan o'zi aslida? Biz ko'p gapirmaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida al-muhajiru man hajara ma nahallohu anhu. Haqiqiy muhojir, ya'ni hijrat qilguvchi, Alloh qaytargan ishlardan qaytuvchidir deganlar. Buni qarang. Hammamiz hozir hijrat qilishimiz mumkin. Alloh subhanahu va taolo birovni haqorat qilishdan qaytardi. Haqorat qilmang, siz hijrat qilgan bo'lasiz. O'zi asl hijratning lug'aviy ma'nosi bir narsani tark etishlik, qochishlik, undan yiroqlashish degan. Demak, inson hijrat qilishi mumkin. Nimadan? Aroqxo'rlikdan hijrat qiling, zinodan hijrat qiling, o'g'irlikdan hijrat qiling, qotillikdan hijrat qiling, poraxo'rlikdan hijrat qiling, birovni so'kishdan, haqorat qilishdan, g'iybat qilishdan, tuhmat qilishdan, birovlarni ayblashlikdan hijrat qiling. Shunda siz haqiqiy muhojir bo'lasiz. Musofirlikdan qaytib kelganidan so'ng ham atrofiga o'ziga o'xshagan yoshlarni, chala mullalarni yig'ib aldamchi g'oyalar bilan yo'ldan ura boshlaydi. Ular hisobidan xorijdagi rahnamolari uchun tarafdorlar yig'ish payiga tushadi. Aldanganlardan biri Jasur Ismatov bu jihatdan unga juda mos keldi. Chunki u dinga qiziqishi barobarida bilimining tayini yo'q, nima desa ishonaveradigan labbaychilar xilidan edi. Ismatov Jasur Bahriddin o'g'li. 1992-yil 23-dekabrda Boysun tumanida tug'ilgan. Millati tojik, ma'lumoti o'rta, uylanmagan, muqaddam sudlanmagan. Boysun tumani Obi mahallasida yashab kelgan. Jasurga ota-onasi garchi u yosh bo'lsa-da chetga chiqishga ruxsat beradi. U ham bir muddat Rossiya Federatsiyasining turli hududlarida sarson sargardonlikda o'zicha rizq terib yuradi. Ammo uning topgani faqat aldamchi, tagi puch g'oyalar bo'ldi xolos. Natijada bu o'smirin yigit ham diniy ekstremistik guruhlarning tuzog'iga aylandi. U O'zbekiston Respublikasi hududida faoliyati taqiqlangan islomchi jihodchilar diniy ekstremistik tashkilotiga qanday qilib a'zo bo'lib qolganini hali hanuz bilmaydi. Aytishiga qaraganda hammasi nogahoniy tanishuvdan boshlangan. Internetga bitta do'stim bilan tanishib qolganmiz. Shundan u bilan yaxshi tanishib bo'lib, aka-ukaga kirishdik. O'tib Magamet edi. Shundan uchrashib, bir joy bo'lib yurganmiz. Sport zallarga bordim, ko'chalarga, mashina bordim. Namoz o'qiyotdim.
namoz o'qiradi. Namoz o'qishga ko'ra men ham endi avval namoz o'qiganman, anchadan men tashlab qo'yganman, menga ham o'rgatganman. O'rgataman faqat nimalarni yozib bera olmayman deydi. Oyatlarni esdan chiqib duolarni, ba'zi oyatlar. Keyin internetdan qidirib jo'namdi. Gruppaga kirdim, gruppadan bir ayol bilan tanishdim. Nimalarni yozib berdi? Oyat duolarni, namozga kerakli. Keyin shu orqali meni shu yo'lga da'vat qilib jo'natdi. Bola bilan tanishtirdi. Bu bola ham shu Moskvaga ishlaydi, 8 yildan beri Rossiyaga yuribdi. Ham shu yo'lga da'vat qilib jo'nadik. Biz jihod qilishimiz kerak. Suriyaga, Afg'onistonga musulmonlar qiynalyapti. Afg'onistonga musulmonlar qiynayapti, Amerika qiynayapti. Suriya hukumati qiynayapti, musulmonlarga yordam berishimiz kerak. Shiyalar qiynayapti. Biz suniylarga yordam berishimiz kerak, suniylarga deb mana shu da'vat qilar edik. O'sha kezlari Rossiya Federatsiyasidagi masjidlardan birida ularning yana bir yurtdoshi Sharofiddin Samatov ham o'zicha haqiqat izlab, Abduvali ismli shaxsdan jihod, hijrat kabi tushunchalar haqida ko'r-ko'rona bilimlarni egallaydi. Samatov Sharofiddin Raufovich 1973-yil 20-aprelda Boysun tumanida tug'ilgan. Millat o'zbek, ma'lumot o'rta maxsus oilali bir nafar farzandi bor. Muqaddam sudlanmagan. Boysun tumani Obi mahallasida yashaydi. Rossiya Federatsiyasiga ishga borib, pul topib kelishni niyat qildim. Masjidga borib, shu yerdan bir ish topaman deb qiynalganim uchun kelib kishilar bilan yaqindan tanishdim, o'zbek odamlar bilan. Shulardan bittasi Abduvodud degan shaxs bilan tanishdim. Andijonlik kishi ekanlar. U kishi bizga diniy tushunchalarni berish borasida bizlarni ko'pincha shu jihod masalalariga e'tibor berishimizga qaratar edi. Keyin shu kishi bilan birga yurgan paytlarim, ishsiz yurgan paytlarim, kishidan ba'zi bir jihod to'g'risidagi ma'lumotlarni eshitib, fikrim o'zgarib qoldi va shu oqimga o'zim tushib qoldim. Keyin men bu yerda u kishining tavsiyasi bilan Abdulloh degan kishi bir bola bilan tanishdim. U ham andijonlik ekan. Keyin biz Suriyaga jihodga ketishni lozim topdik. Ikkalamiz fikrimiz bir joydan chiqib, shu Moskva shahrida yurganimizda bizni hujjatlarimizni tekshirib, bizlarni deport qilishdi. Shu deport davomida u bola bilan keyin agar qaytsak bir-birimizni topamiz, keyin Suriyaga chiqib ketishdi. Rejalashtirdik. Sharofiddin Samatov, Jasur Ismatov va Farhod Ramazonov Boysunga qaytgach, tez orada topishib, xilvat joylarda mashvarat o'tkazib turadilar. Ular o'zaro til biriktirib, xorijdagi rahnamolari topshirig'ini bajarishga chog'landi. Ular jonajon diyorimizning tinchligiga, yurtdoshlarimizning baxtiga rahna solmoqchi bo'ladilar. O'zlaricha hokimiyatni bosib olishga, O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tuzumini konstitutsiyaga xilof ravishda o'zgartirishga, uning hududiy yaxlitligini buzib, o'rnida islom ahkomlariga tayangan xalifalik tuzish xom xayoli boshqalarni ochiqdan ochiq da'vat qilib, fuqarolarimiz orasida qirg'inbarot janglarga da'vat etuvchi materiallarni tarqatish bilan shug'ullandilar. O'zbekistonga kelganimdan keyin ketish kerak degan fikrda turaverib, avvaldan tanishib bo'lgan masjidda birga tanishgan Ramazon Farhod degan tanishim bilan uni ham shu fikrga kelganligini va shu fikr uni ham qiziqtirayotganligi bilan qiziqib qoldik. 2014-yil asosan shu masjidga men qorovul bo'lib ishlardim. Shu paytda shu Samadov Sharofiddin masjidga qatnardilar. Samadov Sharofiddin menga shu Ismatov Jasur tanishtirdi. Mana shu yigit Rossiyadan kelgan, shunday deyapti, mana shunday jihod bo'lib o'tgan ekan dedi. Suriyaga dedi. Asorati bor ekan. Masjidga namoz o'qishga borar edi, yaxshi namoz o'qib berdi. Keyin mana Sharof degani bor. Boysunga shu savdo o'qib masjidga qatnayman. Shu bilan tanishib qoldim o'sha payt. Yana Farhod bilan tanishdim. Keyin u shu yana gapga qo'shilib, fikrlarga qo'shilib, yana shu yerga moyilligim bor edi. Ba'zi paytda Mulla Sharofning uyiga borib ham mana shu jihod to'g'risidagi oyatlarni o'qiganmiz internetdan yoki nimadan. Masalan, Ismatov Jasur ham bir marta internet o'zini profilini ochib, bir ikkita rasmlarni ko'rsatgandi, chechen kishilar bilan tanishganligini, Suriyadagi rasmlarni ko'rsatgandi va shahid ketib o'lib o'tibdi, qara kulib o'tibdi, shahid ketgan deb shularni ko'rsatgan edi. Ismatov Jasur Rossiyaga yurib, u ham Suriyaga ketish fikriga
turganligini va birga uchalamiz ketishligimizni rejalashtirdik. Ularning xoinlarcha qilmishlaridan voqif bo'lib, chuqur o'yga tolasan kishi. Nahotki odamzod ko'ra bila turib zalolat botqog'iga botishni istasa. Bugun insoniyatni qirg'inbarot urushlar, xunrezliklar, birodar kuchlik va jirkanch amallar bilan qiynab kelayotgan manfur g'oyalarga ko'r-ko'rona ergashib, ham buguni, ham oxiratini kuydirayotgan manqurt kimsalar hanuz uchrab turibdi. Ularning orasida vatandoshlarimiz ham borligi yuraklarni ezadi. Tinch, osoyishta hayotning qadriga yetmay, o'z oilasini halol rizq bilan boqish, o'z eliga, ona vataniga munosib farzand bo'lish o'rniga tuzlig'iga tupurish gumrohlik emasmi? Suriya va Iroqdagi bo'layotgan razolatga xayrixohlik yana o'zini din diyonatli insonman deb ataydiganlarni ko'rib, ey inson, atrofga boq, qabohat yo'lidan qayt, axir tinch zamonda yashayotganingga shukr qilib, ezgu amallar bilan jamiyatimizga, o'z ona vataningga foydang tegsa bo'lmaydimi? Olisda xor zorlikda manfur g'oyalar iskanjasida yosh joringni xazon qilishingga nima sabab bo'ldi? Bu iymoning sust ekanligi, ko'ngling so'qir ekanligi va eng avvalo ogoh emasliging oqibati emasmi deging keladi. E'tiborsiz bo'ldim farzandimga. Shuna bo'lib ketishga balki men o'zim loqasiz qilgandirman, o'naman-ku. Men ham nasib bo'lsa kelin qilaman degan niyatlarim bor edi. Qarindosh urug'imda uyga bora olmay qoldim. Chunki o'zimda bor-ku, bir boshqacha his qilaman-da. Tengdoshlari mana uylanyapti, kelib to'yiga aytishdi, bora olmadim. Chunki qanday boraman? Vijdonan qiynalib yuribman. Boshimni ko'tara olmayman. La'natlar bo'lsin, mana shu yo'lga kirgizgan shu g'alamizlarga la'natlar bo'lsin. Yoshgina o'g'limni boshini yo'lga kirgizgan uchun. Mana sizga adashgan kimsalarning aqli noqisligi-yu, ko'zi ochiq bo'la turib so'qirligi. Qarshisidan chiqqan halokatli jarni ko'rmasligi oqibatida qabohat chohiga yiqilishiga bir misol. Ularning bunday ayanchli holatga kelib qolishiga internet tarmoqlaridan to'g'ri foydalanmasliklarining ham muayyan ta'siri bor. Guvohi bo'lganingizdek, Farhod Ramazonov, Sharofiddin Samadov hamda Jasur Ismatovlar internet tarmoqlari orqali turli g'arazli kuchlarning saytlariga kirib manqurtga aylanib qolishdi. Demak, bugungi kunda taraqqiyot mevasi bo'lgan internetdan yovuz maqsadlarda foydalanayotganlar ko'plab uchrayotgani hammamizni ogohlikka chorlaydi. Ularning tuzog'iga erinib, soxta g'oyalarga ko'r-ko'rona ergashishdan yoshlarimizni asrashimiz, ularni el oldida hamisha yuzi yorug' bo'lishiga chorlamog'imiz lozim. Ayrim vatandoshlarimizning yovuz kuchlarning iskanjasiga tushib qolayotgani bizni hamisha ogohlikka chorlamog'i lozim. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi